qilgan gunohlarimga baribir do'zaxga kirsam kerak deydi. Menga qilgan gunohlarim ko'p deydi. Birodar, sizni ko'pingiz bilan Alloh taoloning ko'pini orasida ancha narsa bor. Siz uchun ko'p bo'lgan narsa Alloh uchun qadrsiz. Misol aytaman. Dunyoda 8 milliardga yaqin odam bor. Alloh taolo aytayapti, 8 milliard odamning xohishlari bor-ku mana. Hozirdan to vafot etguningizgacha niyatlaringiz bor-ku, orzularingiz. Bitta mashina emas, 100 ta mashina. Bitta uy emas, 1000 ta uy. Bir so'm emas, minglab xayolingizga kelgan narsalar. Siz aniq unga yetisha olmaysiz, lekin xayolingizga katta narsalar kelyapti. Alloh taolo aytadi, 8 milliard odam